sertifikat, nav guvohnoma shunaqalarni ham o'zimiz qilib, chiroyli holatda ko'chatlarni tayyor qilib beramiz. Bir dona ko'chat desangiz ham shu joydan Shart emas, agar ishlaring vaqt chiqyapman. Bu qiziq tarafi dehqon hamkor kuzatuvchilari, kanalimni kuzatuvchilari. Xo'p, endi sizlarga men albatta yangilik olib chiqaman deb anchadan beri video qo'ymayapman. Ayrim sabablarga ko'ra, xudo xolasa endi yangilikni o'ta zo'rini olsa men sizlarga in'om etaman. Xudo xolasa yangi chek degan joydamiz, xudo xolasa Mirishkollarning makoniga kelib qolganmiz. Mirishkollar har bitta ko'chatdan bor, xudo xolasa nimiki ko'chat desinlaring. Xo'p, ishonchli, joydan ko'chirib beradigan, har bitta furaga, masalan, kuniga 2-3 ta fura chiqaradigan holatda hozir bular avion, liboy ko'chatdan bor. Xo'p, endi bu video qilishimizning sababi nima deydi? Endi joyidan ko'chirib ketganga nima yetsin deganda, xo'p, endi xonadoningizga bir dona ko'chat eksangiz ham shu joyidan ko'chirib olib borib eksangiz o'ta go'zal bo'ladiki, bag'ir dilingiz ochiladi. Ay bilan bayda farqi bor. Xo'p, o'shaning uchun hozir akamizni, Mirishkor dehqon akamizni ko'rsatib tanishamiz. Kuzatib kelgan ekan. Xudo xolasa chiroyli qilib ko'chatimizni o'zlarini ko'zlari oldida ko'chirib, o'zimiz tavsiyasini berib 50 dona gilos ko'chatdan ko'chirib berdik. Xudo xolasa akalar, kim shunaqangi holatda dehqonni o'zidan ko'zim bilan ko'rib, tekshirib olaman degan dehqonlar bo'lsa, bemalol kelishlari mumkin. Sizlar uchun doim xizmatdamiz, kelib ko'chirib beramiz. Mana shu polya bizniki, xudo xolasa. Hamma ko'chatlarimiz tajribadan o'tgan, o'zimiz tavsiyani berib, nimani ekishni o'zimiz aytamiz. Xudo xolasa kelishlaring ham shart emas, agar ishlaring, vaqtlaring tig'iz bo'lsa, o'zimiz dastavka qilib 12 ta viloyatga yetkazib berish xizmatlarimiz bor. 91lik 046 o'tib do'stlar, xudo xolasa aytgan ko'chatlaringni, aytgan manzillaringga yetkazib beramiz. Endi bayda ko'chat faqat ko'chat deyap solasi endi qiziqda bu obunachilarga. Endi ko'chat deyap solib tut ko'chat deyishimiz bo'lishi mumkin. Kerak ko'chat bo'lishi mumkin. Endi o'sha nomma-nom bir aytib bering, qiziqda baribir. Bizda 20 xildan ortiq navlarimiz bor. Masalan, o'rigimizni erta pishar Vanderko, Rubista, Prista degan navlarimiz bor. Eksport bor hammasi, xudo xolasa may oylarining o'rtalarida pishib yetiladi. Bundan tashqari bizda Black Splendor navlarimiz bor, Superleta slivalarimiz bor, beximiz bor, olma bexi, o'zi xavfsizda olma bexi deymiz. Isabella bexilarimiz bor. Keyin yana o'sha mashhur o'zlaringning ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan bo'lsalaring, Pink Lady Rose gilo. Qishda ham buzilib ketgan. Qiziq. Shuni ko'chatlaridan bor. Keyin gilosimizda 5-6 xil navlari bor. Mintapol, Skina, Valovoy sertsa, keyin bahor oyida pishadigan o'zimizning mahalliy navlarimiz bor. Taypayvanti, Magilovkada bo'lgan, Cheremuxoda, qora gilosda bo'lganlardan bor. Bemalol qaysi navdan kerak desalaring, biz o'zimiz kesalaring ko'chirib beramiz. Akalar, eng qizig'i bor, eng qiziqqan tarafim. Xo'p, bu ko'chat yo'nalishi bo'yicha, xo'p, Mirishkollar chiqyapman. Bu qiziq tarafi hozir gapida ta'kidlab o'tib ketdi. Mabodo zarurat ishlaring bo'lsa, xo'p, menga kelishga vaziyatlaring, sharoitlaring bo'lmasa, biz albatta o'zimiz mana shu syomka qilib, ko'chirib olib borib, o'zimiz bog' tayyorlab berishga ham qodirimiz deyapti bular. Aka-ukalar, mana shu ekranda chiqqan raqamlarga shunda qo'ng'iroq qilinglar. Bittada oladi 24 soat ishlaydi bu raqamlar. Salomat bo'linglar. Videomizga like bosib, bu yoqqa Mirishkollar kishini tarqatib qo'yasizlar, savob qilasiz. Ko'pchilik so'rashadi. Hozirda prezidentimiz yerga, boshqaga subsidiya, kreditlar ajratyapti. Ko'pchilik so'rayapti, sertifikat, nav guvohnoma shunaqalarni ham o'zimiz qilib, chiroyli holatda ko'chatlarni tayyor qilib beramiz. Keyin navga ishonmasdan ikkilanayotgan akalar bo'lsa, xudo xolasa, Cherez notariusga yozib, qo'l qo'yib, ko'chatimizni ham sotaveramiz. Shunaqaga ham ishlayveramiz. Albatta, qarang, imkoniyatlarni qarang. Bugun hozir kelganimizda bitta bular omad, xudo xolasa ekkan ko'chatlaringdan mana shu bo'ladigan daromaddan iloji yaxshi narsalarga, farzandlaring ilmga, bilimga sarf qilishga nasib qilsin. Salomat bo'linglar, adashmanglar.